Assalomu alaykum Termiz uy savdosi aziz obunachilar. Demak, sizlarga qisqagina tanaffusdan so'ng yangi arzon uylar chiqarishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Karimbek restoranida bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek 5 qavatli uylarning birinchi qavatida umumiy maydoni 42 kvadrat bo'lgan 2 xonalik uyimiz sotuvda. Tezda shoshilamiz. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib, tanishlarga tezda tashlab qo'yamiz. Koridor tashqi eshikdan kirib kelamiz. Koridor to'g'rimizda bitta xonasi, mehmonxona desak ham bo'ladi yoki xona. Ya'ni buning razmeri 3 ga 4 hisoblanadi, 12 kvadrat metr. Eng asosiysi yangi g'ishtlik uylardan bo'lyapti aziz obunachilar. Orientovkasini yana tushuntirib o'taman. Termiz shahar To'g'riston ko'chasi, ya'ni Karimbek restorani va Medinsning orqa tarafida bo'lib turibdi. 2 xonalik 42 kvadrat metr. Bu oshxona hisoblanadi. Uyimizning afzal tarafi ko'rib turganingizdek to'g'rimizda katyol tizimi, ya'ni issiqlik tizimi bor. Qizib turibdi hozirgi paytda ham. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda qulay bo'lyapti. Narxi 308 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Naqd pul bilan kelsangiz, tepasida kelishtirib beramiz. Naqd va ikkilamchiga olishingiz mumkin. Ikkilamchiga tushunmaganlar uchun 100 million pulingiz bo'ladigan bo'lsa, to'liq bankdan chiqarib qolganini ikkilamchi chiqarib beramiz. Bu esa ikkinchi xonasi. Bu xonasining ham razmeri 3 ga 4 hisoblanadi, 12 kvadrat metr. Aziz obunachilar, tezda shoshilamiz. Bunaqa narx, bunaqa lokatsiya kamdan kam chiqadi. Juda shirin variantlardan bo'lyapti. Keyin esa hojatxonasi bilan to'shavoyini birgalikda bo'ladi. Tanishtirib o'tamiz. Quruvchi qanday holatda topshirgan bo'lsa, 5 yil oldin xuddi shunday turibdi. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78.